Obunachilarimiz mana qovun bor ekan 8000 so'mdan. Shunday Enderxon qovunlar. Agar qovunni olib bosib, qishda yeb o'tiraman desanglar, olib ketsanglar bo'ladi. Buning klassini o'lchab ko'raman men hozir. 8000 so'mlik qovun. Bir danasi 8000 so'm. Yana burada yanında klani deb o'tirmanlar. Mana terasga qo'ydim. Demaydi, teras 5 kilodan ziyod chiqarib turibdi. 5 kilo 90 chiqarib turibdi teras. Bu 8000 so'mdan. Keyin bu yoqda mana 7000 so'mdan bor. Mana yoqda dim ko'p shu 7likda. Dim mazali qovunlar. Kelib qarasanglar bo'laveradi. Shtukka berilib turibdi mana. Chiqashli mazali qovunlarni endi ham ko'rsanglar bo'ladi. Olib yeyman deganlar bo'lsa, asib qo'yaman. Qishda yeyman deganlar bo'lsa, shu videomizni yuborib qo'yasizlar. Az 5000 so'mlikdan ko'rsataman. 5000 so'mlik qovunam bor. Mana 5000 so'mlik qovunlar, mana 5000 so'mdan shtugi. Yaqinlarga yuborib qo'yasizlar, mana shu telefonlar aloqaga chiqib, kelib olib ketaversanglar bo'ladi mana qovunlarni. Tuynaklarida bor 800 so'mdan klassi kelib ketaverasizlar. Tuynaklarida arasında mazallar chiqib turibdi.